Diqqat! Bu video rekerni eslash va u uchun maxsus video. Bu video reker muxlislari uchun. Baxtli do'stlarim, assalomu alaykum. Videomga xush kelibsizlar. Bu videoni ayniqsa Artifact, Kaizo, hakerlarning muxlislari ko'rishi mutlaqo taqiqlandi. Chunki bu reker muxlislar uchun maxsus chiqarilgan video. Videoning boshida o'zim aytib o'tdim. Videomizga like bosing. Bu Imperiya videosining ikkinchi qismi. O'zimni bugun juda ham baland qilib rekerning skinida ikkinchi qismni olmoqchiman. Do'stlar, o'tgan videomizda ovozimiz chiqmay qolganda Imperiyamizni mana bu yerga uycha qurgan edik. Hozir mana ana shu joy va do'stlar, o'zingiz ko'rishingiz mumkin, sandiqlarga hali ishirsa qo'yganim yo'q. Va do'stlar, hozir sizlarga bir narsani aytib o'taman. Ya'ni biz hozir Imperiyani devorini qurib bo'lganmiz. Endi esa biz nima qilamiz? Ya'ni biz bu yoqqa bunker quramiz. Ya'ni katta emas-u, lekin yaxshi chidasa bo'ladigan qiladi. Zinalarni birinchi to'g'irlab chiqishimiz kerak. Do'stlar, mening g'oyalarimni iltimos chopmang. Ayniqsa bu video Kaizer uchun. Kaizer, siz meni g'oyalarimni chopib video qilibsiz. Menga bu videongiz yoqmadi. Yaxshiyamki u videoni men yozgandan keyin o'chirib yuboribsiz. Agar yana shu g'oyamni chopsangiz, lekin sizdan juda ham qattiq xafa bo'lgan bo'lardim. Xo'sh, do'stlarim, bu video nima uchun chiqdi? Ya'ni ko'pchilik rekerni mazaqlab yuboribdi. Shuning uchun biz ham reker o'ldi deyapti. Yo'q, reker hali tirik bola. Sigma hech qachon o'lmaydi. Reker Shorts legenda do'stlar. Rekerning o'zi ham legendada. Artifact muxlislari, endi rekerni o'ldiga chiqarib yubormanglar. Reker hali o'lgani yo'q. Sigma hech qachon o'lmaydi. Bugun juda ham xursandman. Xo'sh, qadrli obunachilar, bilasizlarmi, bugun nimaga men juda ham xursandman? Chunki men yaxshi ko'tarilyapman. Endi sal-pal sekin, o'rtacha normal tezlikda desa ham bo'ladi. Va aytmoqchilik, men yangi kanal ochdim, lekin bu Roji opam va o'zimning kanalimni channel plus ana shunaqa ommaviylashtirilgan kanali, unda ham normal obuna bo'libsizlar. Yaxshi, rahmat. U yerda 10 tadan ko'p obunachi yig'ib berganingiz uchun hali video qo'ymagan edim, lekin yaxshi, obunani tez yig'yapsizlar. Bu kanalda iltimos tezroq birga bo'lishimga yordam bering. Iltimos obunachilar, sizlar buni qila olishingizga ishonaman. Chunki sizlar oldin meni qanday ko'targaningiz Alimardon Craftning esidan chiqib qolibdi shekilli. Alimardon Craftga kim ko'p obuna yig'ishini eslatib qo'yamiz do'stlar. Men hali 10,000 ta obunachi yig'ganimda Alimardonga maqtanaman. Uni o'tib ketamiz hali do'stlar. Axir ko'pchilik odam meni tanlaydi. Alimardon Craft agar meni 200 talik obunachilik kanalim o'chib ketmaganda sen bilan teng ketayotgan bo'lardim. Yo'q, chopilgan kanalimni aytganim yo'q. Meni oldin yana 200 ta to'plagan obunachi kanalim bor edi. U o'chib ketdi, afsuski, chunki u telefonni sotib yubordim. La'nati.
telefonimda xullas ana shu telefonimda kanalim bor edi. Afsuski uni sotib yuborganim uchun birozgina muammolar bo'lib qoldi va u telefonni sotib yubordim. Va ko'ribsizki, hozir men yangi telefonda montaj qilyapman. Xo'sh, tak. Bu yoqqa eshik qo'yamiz. Imperiyamiz cho'tki chiqishi kerak. Tak, mana shuni eshikni qo'yaymi do'stlar? Yo, stop. Stop, tayni hali to'g'rilamadik-ku. Okay. What the heck? To'g'rilash kerak. Yo. Noto'g'ri ketib qoldi. Do'stlar, da bo'ldi, tushundim. Hozircha do'stlar bizga bu paqir kerak emas. Paqir-maqirniga buni sekingina qo'yib qo'ysak. Yo, what the fuck? Lanati. Okay. Xo'sh, kirish joyi cho'tka bo'ldi. Endi esa biz ichkarini to'g'irlaymiz. Do'stlar, bu video o'zi kecha chiqishi kerak edi. What the heck? Suv bor ekan. Bu yoqda ham suvmi? La'nati, omadim kelmadi. Bu yoqda ham suvmi? Junun suvmi? Ko'l bormi? Degandim. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir to'g'irlayman. Cho'tki bo'ladi hozir. Eshikni olib tashlaymiz. Tezda to'g'irlash kerak. Bu yer bilinib qolmasligi kerak. Okay. Tak, bu hech qisi yo'q. Bu yoqdan qilamiz. Lekin talik ishni qo'ysam yoqmayapti menga. Qayoqdan qilsam bo'ladi? Tak, bu yoqda suv bo'lsa, texnologiyani ishlatish kerak do'stlar. Shu yoqdan quramiz. Tak, do'stlar, mana aqlni ishlatish kerak. Shunday bo'ladi. Tak, 3 qavat, ya'ni 3 balandlik bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Shu yoqda. Berimiz hech narsa qilmaydi. Xo'sh, bu yerda men kattadan o'zimga bironta mir qilib olsam, do'stlarim bilan shu mirda ularni video olardim. Do'stlar, nima deysizlar? Biroz kasalman. Birozgina shavallab qolgan edim. Lekin yaxshi gapirishga harakat qilyapman. Xo'sh, do'stlarim, endi nima deydi? To'g'risini aytsam, judayam asabim buzilib qoldi. Kanalimni chopishganim uchun. Do'stlar, barchada ham ba'zi odamlarda bunday g'alat hodisalar bo'lgan. ChatGPT'da so'radimda bo'lib turadi dedi. Xafa bo'lma, hali hammasi yaxshi. Oldinda ketaver. Umidingni tushirma. Kanal ochishda davom et. Sening obunachilaring seni qo'llab-quvvatlaydi. Sen o'zingga ishon, dedi do'stlar. ChatGPTning gapi, to'g'risini aytsam, juda ham to'g'ri. Ko'nglimni xullas biroz ko'tardi ChatGPT va mayli dedimda, kanal ochishda davom etaveraman. Qancha kerak bo'lsa millionta kanal ochaveraman. Men video qo'yishdan to'xtamayman. Sizlar bilan bo'laman YouTube'da. Ba'zi odamlar YouTube'dan ketyapti. Lekin do'stlar, biz oldinda ketamiz. Rekerning muxlislari shu videoga bitta dona like bosib qo'ying. Balki Reker qaytar.
Do'stlar, Rekerni sog'indik do'stlar. Reker qachon qaytasiz? Do'stlar, Reker qanchalik zo'r Minecrafter. Xo'sh, mayli, bu gaplarni yig'ishtiramiz va tezroq men bu yerni hozir dekoratsiya qilib bezataman. Xo'sh, inventarimizga bu narsalarni tiqib tashlamasimdan oldin stop. Noto'g'ri dekoratsiyani buzib qo'yishim mumkin. Buni marta qo'yib turay. Qaranglar do'stlar, hozir biz, ya'ni agar o'xshasa o'xshadi, bo'lmasa yo'q. Gilamni olamiz. Okey, manimcha qo'yib bo'lmaydi. Uda! Do'stlar, qo'yib bo'ldi. O'xshadi. Yaxshi. Da, do'stlar, o'xshatdik. Dekoratsiyani boplab yuboraman. Okey, tak. Endi esa bu yoqqa bitta dona kravat qo'yamiz. Xo'sh, tak, bu yerga bitta kravat va yo'q. Bitta dona yaxshigina chiroyli blok bormi? Masalan, mana shu blok va menga bu va qaysi gulni qo'ysak bo'ladi? Tak. Mayli, mana shuni qo'yaveramiz. Okey. Xonani cho'tki qilib bezatishimiz kerak va tepasiga kitob javon qo'yib qo'yishimiz kerak. Yaxshi. Va buni ushlab turgani yana mana u yorug'lik. Bunga kitob javon olib turay. Tepasiga qo'yamiz. Okey, yaxshi dekoratsiya. Bu yoqqa kitob qo'yamiz, endi esa chiqamiz va bungerimiz tayyor. Xo'sh, endi xo'sh, okey. Yo'q. Chadashdim do'stlar. Ozgina muammo qilib qo'ydik. Hozir bu muammoni to'g'rilaymiz. Do'stlar, qaranglar, bu ochiladi agar bunaqa blok tursa. O'zingiz bilsangiz kerak. Yo'q, bu noto'g'ri turib qoldi. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Mayli, yaxshi turdi. Xo'sh, bu yoqqa ham xuddi shunday qilib qo'yamiz. Tak, to'g'ri qo'ydim. Chotki. Endi esa men xo'sh. Do'stlar, shu yomg'ir ham yog'ib yuboribdi. Tak. Keyingi, ya'ni 3-qismda nima qilamiz do'stlar? O'zingiz aytib ketasiz. Va do'stlarim, 2-qism ham o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlarim, kanalimizga obuna bo'ling. 3-qism tezroq chiqish uchun, lekin men buni cho'zmayman. Agar biz tezroq ikkita bo'lsak, mayli, roziman. 3-qismda to'xtatmay finalini 10-qismgacha chiqaraman. Sizlar bilan hozirgacha Kumiho bo'ldi va do'stlar, keyingi videomizda ko'rishguncha omon bo'lasiz. Xayr, salomat bo'ling. Xayr do'stlarim. Bye.